Qadrli bo'lgan qadrdonlarim, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Boydada o'z kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Marg'ilon Kaminat chorva bozoridan sizlarga katta-kichik bo'lgan chorva hayvonlarni qiziqarli bo'lgan savdolar sizlarga birgalikda guvohi bo'lamiz. Videomiz oldidan bitta like bosib qo'yamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borishga muyassar etasizlar. Qadrdonlar, bugun ajoyib kun. Ajoyib kun. Qanaqangi kun? Bugun xalqaro xotin-qizlar bayrami, onajonlarimiz, singillarimiz, opajonlarimiz bayrami. Bayram bilan barcha ayollarimizni, opalarimizni, onalarimizni tabriklab qo'yish eslaringdan chiqib qolmasin. 8-mart 2026-yil yakshanba. Unday bo'lsa boshladik. Bizdan uzoqlashmanglar. Ko'rish satish bizdan, ko'rish sizlardan. Birgalikda qani bo'lsa ketdik. Qadrdonlar, shunaqa gaplar bizda. Biz boshladik videolarimizni. 26 million 200 ming so'm bo'pti. Nechinchi tug'ishi? Birinchisimi? Nechta suti bor? 5 ta. Bolasini ovosmi? Bolasini ovos ekan. Qadrdonlar, yaxshi, yo'q, Boydada uz. Muxlislarimiz bor ekan, muxlislarimiz uchun kerak like bosib qo'yamiz. Videomiz oldidan eslatib o'tamiz. Birinchi, ikkinchi qism qilib qo'yamiz. Birinchi qismi Boydada uzda ketadi. Nechta bo'ldi aka? 8 million. O'najin. Birinchi qismi Boydada uzda ketadi, ikkinchi qismi Mol Dunyo uz. Kanal ochganmiz. Mol Dunyo uz desalaring, katta-katta harfda yozib, hozir ekranga ham chiqarib qo'yamiz. Bemalol ikkinchi qismda ko'rishlaring mumkin. Imkon qadar sizlarga qiziqarli bo'lgan savdolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kutib turishni xohlamadik, ichkariga kirib qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmanglar. Biz imkon qadar birgalikda guvoh bo'lamiz. Dehqondan dehqonchilik qisqa qilib tanishtirib o'tib ketaman. Xonajin birinchi tug'ishi 4,5 oylik. Bu xonajin birinchi tug'ishi 3,5 oylik. Bu xonajin qo'yilgan gumon, qochirilgan o'sha molga qo'yilgan, guruhga qo'yilgan gumon. Qadrdonlar, bu xonajinimiz. Bo'zayimiz. Xo'p, narxlarini aytib o'tib ketamiz qisqa qilib qadrdonlar. Buni 9 million 800 deymiz. 9 million 800. Ozgina kami bor. Xo'p, buni 19 million so'm deymiz. Ozgina kami bor. Qadrdonlar, shoshilaveramiz. Ozgina kami bor, 19 million deymiz. Bularda 23 million so'mdan. Sababi bular bo'g'oz, 3,5 oylik bo'g'oz. 3,5 oydan ham o'tdi o'zi aslida. Biz 3,5 oyda beryapmiz. Bu qadrdonlar 4,5 oylik. 4,5 oylik. Bo'g'oz bu 23 million so'm. Bunisini ham 23 million deb baho aytamiz. So'raverasizlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, telefon raqamlarimizni ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Imkon qadar aloqaga chiqaverasizlar. Bir emas 4 ta xonajinimiz sotiladi. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi. Mana uzoqdan ham ko'rsatamiz, yaqindan ham ko'rsatamiz. Katta-katta oyoq qo'li uzun zotli mollar, mana shoqi yo'q. Mana bu bo'zay, bu ham dehqonchilik. Qadrdonlar, shoshilaveramiz. Dehqondan dehqonchilik. Telefon raqamlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa gaplar. Qadrdonlar, bemalol birinchi tug'ishi, ikkovsini ham birinchi tug'ishi xonajin. Oyoq qo'li uzun, chiroyli narsalar. Dehqonchilik. Bemalol dehqondan dehqonchilik deymiz doim. Dehqondan dehqonchilik. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mana. Shunaqa gaplar. Shoshilaveramiz, qadrdonlar, do'stlarim. Shoshilaveramiz, bemalol aloqaga chiqib, so'rab surishtirib, baho qilib, savdo qilaverasizlar imkon qadar. Bozor qilib olinaveradi. Har doimdek bozorimiz nurini to'kib tashlagan. Enavola nechta bo'ldi? Enavola.
2 million üstüne. Hop. Real savdolar. Assalomu alaykum. Hoji aka, bormisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul qilyapsiz? Nima qilganim yo'q. Nima gaplashyapsiz qo'llarni ushlab turganingizga? So'rashdilaring xolosa. Xo'p, bo'ldi. Biz davom etamiz. Imkon qadar biz kirishni boshladik. Bozorimiz har doimdaqa nurini to'kib yotibdi. Qiziqarli bo'lgan savdolarni birgalikda ko'rishga harakat qilamiz. Bunday bo'lsa boshladik. O'chirmasdan mana shu yerda savdo bo'lyapti. Savdo bo'lyapti. 20 million 500 ming so'm. Novosmi? Qadrdonlar, real savdolari. Boyaga keldilarmi? Sementar. Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti? Nech pul qilyapsiz aka? 20 million 500 ming so'm pul bersa bermayapti. Bu necha oylik bu? 3 oylik. 3 oylik. Qadrdonlar, mana real savdolari 20 million 500. Semental 100 3 oylik bo'za. 20 million 500. Qadrdonlar, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Qaranglar, ajoyibligini. Mashta endi 100 degani, to'g'rimi? Yo, bundan ham boshqachasi bormi? Tozalari bo'ladi. Tozalari bo'ladi, sorti ko'p bu. Malades. Bularni savdosi pishguncha biz imkon qadar boshqa qiziqarli savdolar ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Qadrdonlar, 16 million 300 ga novos, ha? Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Mashakalar. Real savdolari baraka bo'ldi. 16 million. Baraka bo'ldi. Akalarimiz olibdi. Kim oldi o'zi buni? Siz oldingizmi? Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qani? Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Biz davom etamiz. Ishda qiziqarli savdo bo'lyapti. Biz ko'rib qoldik imkon qadar. Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi bo'lyapti? Nech pulga? 9 million. Xonachimmi? 9 million ber, 9 million so'm beray desa, akamiz unamayapti ekan. O'sha ham qo'lini aka bo'lmasam, savdo qilib yuboramiz. 9 million so'mga. Yo'l kirasi bilan zborini beringchi, berib yuborarmi ekan. Bo'laveradimi? Bo'ldi. 10.5 ga beraverasizmi? Bo'ldi. 10.5 ga ham bo'lmadi. Tolibjon, Xo'jalar, shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. 9.5 ga qilsa ziyon qilar ekan, 10.5 million so'm. Ha, to'g'ri. Parlamentda savdosi bo'lar ekan. Qo'nachi na bu? Nech pul? 10.5 million labis qildim. Shuncha qo'lini 10.5 millionga ushan. Mana, qadrdonlar, hozirgi savdoni tepasida 10.5 million so'mga real savdolari. Qadrdonlar. Assalomu alaykum. Uzoqdan muxlislarimiz bor ekan, qadrdonlar. Muxlislarimiz uchun akalar. Boringizga shukr. Shunaqa gaplar, qadrdonlar, oyoq qo'li uzun, chiroyli. Baquvvat, o'nachi. Nech pul qilishdi? 11.5 million bo'ldi. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Bering. Ha? 94lik 325 0302 qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. 1 million 600 ga qadrdonlar. Mana arg'amchilar ham almashdi. 16 million 600 ga. Qaysi bo'ldi? Mana shu 16 million 600 ga. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. 10 million 700 ga chiqdimi? Real savdolari mana shu 10 million 700. Qadrdonlar, oldidan ko'rsataman. Mana shu oq tumshoq 10 million 700 bo'lyapti. Kechirasiz, qadrdon kechirasiz. Nech pulga? 11 million 500. 11 million 500 ga. Qadrdonlar. Ha, mayli berib. Ha. 11 million 200 ming deyapti. Bozorimiz qadrdonlar avjida, xudo xolasa bozorimiz mana oldiga yurdi. Kelaverasizlar bozorga. Bozorimiz rasa oladigan bo'lyapti. Qadrdonlar bemalol. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Imkon qadar sizlarga borib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Mana real savdolari
Biz uzmasdan boramiz, imkon qadar qiziqarli savdoni ustiga. Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi bo'layapti? Real savdolari. Qaysi bo'layapti? Nech pulga? 11,5. 11,5. Orqasini olib ko'rsatamiz. 11 million 500 ming so'mga savdo bo'layapti. Kim olyapti o'zi? Bo'ldi, olaymi? Do'stimiz olyapti ekan, o'rtog'imiz. Yaxshi, zo'r. Bering. O'rta? O'rta. O'zimizni sinfdosh. Bering, o'zimiz sinfdosh. O'rta? O'tib bering, o'rta. O'tib bering, nabarot. Siz butun xalq yo'ri kommentariyaga yozadi, sinfdoshimiz, sinfdoshimizga. Sinfdoshimizga. Sinfdoshi o'zi kelsa beradi, hozir ukasi. Bering, o'rta, devor ichiga qilyapti. Yaxshi, bu savdo bo'yicha mana shuni biz ko'rsatib turamiz sizlarga. Bugun bozorimiz ajoyib, xudo xolasa. Hali ham bitmadimi? Hali ham bitmadimi? Real savdolari hali ham bo'ldi. 11 million qanchada qoldi? 200 dami? 300. 11 million 300. Zo'r, bozorga ham sotganda ham. Assalomu alaykum. Dehqonlarimizni tinchligimiz uchun duo qiling. Mana shu savdo bo'lyapti. Va oxiri nech pulda qoldi? Qadrdon nech pulga bordi oxir? 21 million. Yo'q, 21 million so'mga kichkinagina novoz semental bo'lmayapti qadrdonlar. Ammo xonachilar tomonidan, mayda xonachilar tomonidan endi imkon qadar boqma buqalar, novvoslar tomonga o'tishga qaror qildik. Imkon qadar qisqa qilib yangiliklarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz, birgalikda guvoh bo'lamiz. Sog'lik salomatlik o'zi. Hech kim bir-biridan qarz olmay, o'ynab yurish, qarzdorlar ham haqlarini oladi. Allohu akbar, boringizga shukr. Aka sizniki o'tadi, siz yangisiz. Buqalar tomonidan biz Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi bo'layapti savdo? Nech pulga? 17 million 200 ming. 17 million 200. Aha, tamom, o'lib bormisiz? Akam tizimi? Salom aytasiz. Hozir ko'rishdik, duosini oldim. Videoni boshiga qo'yib qo'yapman. 17 million 200. Qadrdonlar 17 million 200 ga boqmay qoladi. Real savdolari. Ashakalarimiz qilyapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Biz davom etamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Qaysi bo'layapti? Mashimi nech pulga? Ikkosi 40 millionmi? 43 million. Ha, men eshitmadim-da, 43 million. Qadrdonlar kimga qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Yelkalarini qaranglar. Yelkalari ajoyib. Mana shu ikkosi 43 million so'mga. 21,5 dan bo'ladimi o'shanda? Xo'p, bo'yi biri 15-20 bor-a? 20 tepasida chiqmasa keragi, mayli 20 tepasida deyishdi. Xo'p, aka olsa, har doim olmasa bizni muxlislarimiz qiziqqanlarga telefon raqam bering. 91lik 651 32 qadrli chiroyli raqam ekanmi? Oldini olib ko'rsatishga harakat qilaman. Bulardan ko'rsatamiz. Yaxshi, oyoq qo'li uzun, baquvvat ekan. 43 million so'mga akalar savdo qilyapti. Bizda talab istak ko'p bo'ldi. Bo'g'oz. Keyin bolaliklardan ko'rsating deyishyapti. Imkon qadar biz o'sha tomonga o'tamiz. Birinchi, ikkinchi video qilamiz. Biz birinchi videomizni Boydada uzda qo'yapmiz. Ikkinchi videomizni Mol Dunyo uz. O'sha kanal nimani ekranning ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib ikkinchi videoda ko'rishlaring mumkin. Mana shu real savdolar bo'lyapti. Hormanglar, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? 18 million. Qadrdonlar, mana real savdolari. Oling foydalanadi. 18,5 bering bor. 18 million qancha qilyapsiz? 100 ming so'm. 18 million 100 ga savdo bo'lyapti. Egasi 18,5 million so'm bering deb aytayapti. Yaxshi, bo'yi biri 15. 20 desam chiqmasa kerak, 15. Minus. Shunaqa. Mana shundan bir ajoyib bor ekan.
Aka, bu ajoyib nech pul ekan bu? Uzunligini qaranglar. Bu ekranga ham sig'mayapti. Ekranga ham sig'mayapti. Uzunligini qaranglar. Nech pul deyapsiz? 22. Bozor nech pul qilyapti? 20 qilyapti. Qiziqqalay telefon raqam berasizmi? Bering. Yelkalari ham bor ekan. Orqalari ham. Qo'y, bo'yi 1.10-15 plus minus. 20 chiqmaydi. 90 93lik 532 532 70 72 52. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar. Ne bo'sh qo'yingchi. Nima bu? Tomog'ini tikka qilib oldi, ig'riyman deyapti, qizib qolibdi-da. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Mana shu yerda bir ajoyibini ko'rib qoldik. Ashuni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Doimiy ravishda olib chiqadigan 40 ta bor dodilayni uyda. O'tgan bozor ham aka, qilamiz har bozor olib chiqadi. Uylarida 40 tadan ziyod xuddi mana shunaqa ablikol novvoslar bor. Bemalol qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir buni nech pul qildi bozor? Nech pul deyapsiz? 28 so'rayapti. 28. Bozor so'rayaptimi sizmi? Bozor nech pul qildi? 24,5 million so'm qildi ekan. Qadrdonlar, yana eslatib o'tamiz. Birinchi, ikkinchi qism qo'yyapmiz. Birinchisi mol dunyo foydada uzda bo'lsa, ikkinchisi mol dunyo uz kanaliga qo'yyapmiz. Akalarda 40 dona bor. Hozir telefon raqamini o'tgan safargi videolarimizni ham qo'yganmiz. Unda ham ajoyibini olib chiqdi. Bu safar ham olishga harakat qilamiz. Bozor 24 million, 4,5 million qilyapti ekan. Oyoq polvon ekanda, kimga qanaqa bilmadim. Men Xo'p, qiziqqanlarga telefon raqam bering aka. Qiziqqanlarga 91lik 121 23 36. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Azbek aka, siz qilyapsizmi? Endi ko'ryapsizmi? Boringizga shukr. Aka o'tgan safar ham olib chiqishdi, o'shalarni nima qildim. 40 dona bor uylarida. Kelib bemalol ko'rib, tanlab yurib olsa bo'laveradi. Yo, men uni sotaman, buni sotaman deb ajratasizmi? Sementallar ham. Xohlagancha sementallar ham bor. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Savdolari 24 million 800 ga mana shu bo'layapti. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. 24 million 800 ha? 24 million 800. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Bunaqa bizdan zo'sh mana real savdolari. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Biz yurishda davom etamiz. Mana shu ham qiziqarli savdo bo'lyapti. Qaysi bo'lyapti? Tasha. Nech pulga? Rasmga olib. Rasmga olib. 19 million so'mga. Qadrdonlar. O bo'yi biri 15 20 plus minus 19 millionga qo'shildimi? Oxantog'a qo'shilyaptimi 19 ga? 19. Hozircha bo'lyapti. 19 da o'zi, real savdolari bizdan uzoqlashmanglar. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz yurishda davom etamiz. Egasi yo'q ekan, mayli. Egasi o'sha aynalgani ketgan ekanda, qidirib so'rab surishtiramiz. Imkon qadar. So'mga mana shu baraka. Tojdog'a siz oldingizmi? Sotdingizmi? 21 million so'mga mana shu novvosimiz. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Yaxshi. Chiroyli nihoyatda. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa endi? Yaxshi. Yaxshimi? Oladigan bo'lyaptimi? Boringizga shukr. Duo qilib qo'ying endi. Sovut nimalarda dehqonlarimizni duo qilib qo'ying. Allohu akbar. Bunaqa gaplar. Qaysi baraka bo'ldi akalar? Uzoq nech pulga? Nech pulga? 13 million 100 ming so'mga bo'g'ozmi? 7 oylik. Qisir. Qaysi bilan gaplaysiz? Bunday qisir bilaysiz. Nechta tuqqan ekan bu o'zi? 3 ta. 3 ta tuqqan ekan. Yaxshi, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qadrdonlar, mana shu yerda chiroyli savdo bo'lyapti. Mana shu yerda qiziqarli savdo bo'lyapti. Imkon qadar qiziqarli savdoni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Faqat biz ikkinchi videomizda buni davomini ko'rsatamiz. Mol dunyo uz deb yozsalaring, buni davomini ko'rishga harakat qilasizlar. Qadrdonlar, videomizning birinchi qismini shu yerda tugatishga qaror qildik. Ikkinchi qismini Mol dunyo uzda tomosha qilasizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishdik, g'oyibona xayrlashamiz. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, chegaralarimiz mustahkam bo'lsin. Mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Borlaringga shukr. Yana bir bor barchani bayram bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar.